Hürmetli vatandaşımızın devamı 4. zərbe. Ammi xarakterli kollektiv vəqələr partlaydı. Bankının imarat quruluşu pul berişi qısqartılğanda, pul pəzlik bazarda toxtamğı xilaflıq qilish vəqələri kayni-kaynidən arqa-arqadan o'ttirg'i chiqdi. Shuningdan başlapla jamiyatdan muqimsiz omillar qisqa muddat ichida jo'g'lanib, to'planib partlaydi. Butkul Jungo hozir axloqning yemirilish xatariga duch keldi. Yerlik hukumatlarning bundaq ishlar bilan nima ishi bor? Nima axloq, nima axloqsizlik bilan chatag'i yo'q. Bankadan qarz oladi, qaytara olmasa pensiyaga chiqadi. Yana bir kelgan boshliq qaytardi bu bankadan olgan qarz pulini. Shunga yerlik hukumatlarda bankadan qarz olishdan hech kim qo'rqmaydi. Yerlik hukumat qarz olishdan qo'rqmaydi, bank qarz berishdan qo'rqmaydi. Jungoning davlat ahvoli mana shu. Yerlik hukumatlar qarzni eng oxirida markaziy hukumat o'ddiga oladi. Shunga qarz berishda bankimi aktiv bo'ladi. Bankimi axloqning xayim xatariga duch keladi. Fuqarolar deydi-ki, hukumat qarzdan qo'rqmagandan keyin, banklar qarz berishdan qo'rqmagandan keyin biz nimadan qo'rqamiz? Shunga nima satsang, o'z satsangmi elaveramiz. Mana bu butkul Jungo jamiyatining axloq xayim xatariga duch kelganligidir. Eng oxirida pulni qaytara olmaganda, ondan fuqarolar qo'zg'olon ko'tarishga majbur bo'ladi. Ya andan paraz qilib mundaq dedi. Shobin apandi yana paraz qilib mundaq dedi. 2 yil ichida milliy daromad 6% dan tuvan tushib ketdi. Jungo iqtisodiy kasatchilik davriga kirib keladi.